Suv bo'yidagi hovli uy vashcha boshqacha bo'lsa kerak. Bo'stonliq tumani Iskandar qo'rg'oni Ibn Sino ko'chasida 5-hovli uyimiz sotilyapti. Fasadimiz 20 ga 30. Hosiliga abzoran qilib ko'rsataman. Hovli uyimizning ichkari qismiga kirdik. Hovli uyimiz yer hisobida sotilyapti. Videoga like bosib qo'ying. Bu bino inshootimizni 3 xonadan iborat. Bemalol kelib yasashli bo'ladi. Svet, suv, gaz, kommunikatsiyalardan muammo yo'q. Bu yoq tomonda sanuzel, dushlarimiz. Bu yoqda qishki oshxona ekan, egalarning buyumi turgani sababli ko'rsata olmadik. Bu yoq tomonda ham bitta spalniyamiz bor. Hovli uyimiz shunaqa uzundan uzun. Bog' qismimizda mevali daraxtlarimiz bor. Bu yoq tomonimizda yozgi oshxona, qozon o'choqlarimiz bor. Hali ham videoga like bosmabsiz, bosib qo'ying. Hovli uyimiz yer hisobida sotilyapti. Narxi keladigan bo'lsa, $43,000 so'rayapti. Bo'stonliq uy bozor nomidan kelsangiz kelishtirib beriladi. Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'yamiz.